Keldingizmi bolam? Baldırla qaytib kepsiz-g'u. Bugün qo'limdagi gilamni bitirgan. Shunga baldırlı keldim. Dadam kelmadimi? Yo'q. Gilamni pulga chiqaramay oshqozoq yuramdi kim bechora. O'tganda gilam savdogarlari ishik oldimizga kelsa 600 qo'yga sotmadi. Sotgan bo'lsa 80 qo'y foydasi qoladi. Әтеден кәшкічі мүхчейіп олтырып, ішкі айда арам пүткізді. 80 қой пайдынымы пайды дегілі боламды. Өйнің дәді, бір қой болсым артығырақ сассам дайдығанды. Dadamga yordamlashib gilam to'qoy desam dasmiy bo'lmagandan keyin yaqin ko'tamigan. Dadamga tas bo'ldi-da. Qo'ylarga texchi o't bermaganmi, apa? Etizg'i boramadim. Atdigan siz beqib solab qo'ygancha. Nega? Tilsiz hayvonga o'val, apa. Gulchiman. Voy, Zehra, meni saqlab turganmiding? Ha, shu. Seni birdan ko'msam yurgim chidamaydi. Gelimdan tamoq o'tmaydi. Ko'zimga uyqum kelmaydi degina. Hajab gapchi bo'lib ketibsizmi? Bu gapni qaysi yigitdan o'rganib olding? Menga neri yuzi qilin. Mening taqsanga o'xshash yigitim yo'qchimi? Bu gapni teqimingga urpul topding-a? O yolg'onchi. Yolg'onmi demsa? Voy, voy. Qanchalik yig'ding adash? Qara, aram mushinchilik. Voy, jig'li jig'ibsan-ku. Kela, sen birdam o'ltira. Chidama, sango ish qo'shaqmaydi. Qara, qo'llarimga yilim chaplashib ketdi. Voy, bu shaharlik xotinlar nim bo'ldi ekan? Yezig'i kasila yilimli degan. Ularning deyishcha zavodning chashmaylardan yilim yaxshimish. Çaşның kepikini yo'qotib, chashni o'stirdi deydi. Shunga yilimning bozori chiqib ketgan gap. Shuni bilgan odam yilimni bekorga kesib qanday bo'ladi? Ko'nglimga yarasha bir atal gaz yog'liqqa chigib qo'ysa qanchalik xo'shib ketadin degina. Yilimni bir chiroylik oldiga qo'ysa, rahmatash qilisning mutayin yo'q. Xuddi biz yezliqlar, shaharlik xonimlarning g'altisidek. Hey, sening heliq shaharlik xonim tuqining bak yaxshi ekan. Bu qitim sen nima ketdi? Bir kiyimlik atlas. Atlas? Ya Allah, menga atlas kiyish qachon munosib bo'lar, ha? Taliyang bacımı senin. Qachon tiktirib kiysan? Vaqti kelganda. Bildim. To'yimni kiyman deysan ku tayinliq. Menga voy, menga to'y qilish niyat turibdi. Meni bilmaydi deydi ekansan-da. Nimishni? Xijilolma. Yaxshi bolajimi Nurmamat. U duttachilik naqsh etadigan bo'lsa, odamning yuraklari o'ynab ketadi. Uning chag'an duttir ko'ydagan-ku seni. Lekin uydagilar unimasmikin? Nimishqa? Nurmamatning qo'li qisqa, uydagi 8 jon odamning hammasi shuning qo'li qarashliq. Ya Allah, bu Ro'zixon degan xotin haliga baxmay nima ajijiq tug'ib ekan? Shuni demamsan adash, yilimi hukumat planliq tug'utni yo'lga qo'yibdi ekan. Bo'lmasa bechar Nurmamat ufqalarini beqib bo'lamay yana nima kunlarni ko'radi ekan ta? Gulchiman. Voy, Nurmamatqa o kimning gapini qizcha keldi ekan, ha? Menga oldig'i ba. Nima o'qib tursan? Satturamikin. Satturdigan nimasi va? Hashad nerv ichib kelganda hardiq so'rab qo'ymasan qanday bo'ladi? Menga tuta. Teşikmi Gulchiman? Uzun bo'ldi kelmadingiz-ku. Haşan tugitib bo'lanmay. Ya Allah, qachonmi tuga bu hasha? Apingiz sizni xuddi hasha uchun tuqqandek. O'zimga tegishli chamnoga chep bo'lgan. Yana ikki odamning ashirini setib olgandim. Nimishqa? Ko'tiramasang sangiltib ol degandek ish qilibsiz-ku. Ozroq pul topaymikin deb. Haras. Sizga Yeznon bozordan qo'g'nog'ish kelgan. Uxsab ketganda o'ltirib yeyasizlar. Rahmat. Assalomu alaykum qo'shmoqlar. Voy. Teşikmi erken şo'ja? Ajab amilimni atab ketding-ku.
Burun savaqdaşdıq, o'rnimizmi tangti. Hozir sen o'z muavin sekretar bo'lding. Shunga amalanatımızaq hurmatsizlik bo'larmikin deyman, ha? Qo'ya, undaq gapingni. Fuqaroningmi, boshliqningmi hammasining o'rni o'xshash. Ma gapni. Ahmad Tazni sekretar demay chaqirib baqaychu. Tanavimni tata qachon? O'stangdan kelishing o'xshamamdi. Ha, o'tkilarni yo'qlab ketaydi. Gulchimanmi bordi? Ya Allah erkin. Qachonmi tega bu hasha? Ha, Gulchiman. Yurtimizda suv shunda qis tursa, suv qurilish epamay bo'lamdi deysiz. Biroq markaz g'arbiy rayonlarni namratlikdan qutuldirish uchun nurg'un mablag' ajratdi. Agar yurtimizda zamonaviy suv qurilishlari ep berilsa, biz shu chaqda hashaning jafosidan qutulamiz. Kela adash, mush gaping uchun seni qo'g'im bilan bir mehmon qilay. Bo'ldi, rahmat adash. Men mo'yin Keling, berish bilan yezliq hukumatga mangan. Voy, nima oldiraysa, hech bo'lmasa bir atlim yeb ket. Bo'ldi, xo'sh adash. Men qo'g'ningni yeyman. Lekin bundaq yo'lda emas. Yangi tutgan uyingda. To'yinglarni tezroq qilinglar. Mana men senga yigit qo'ldosh bo'laman. Xo'sh emsa, men mangay. Maylamsa. Xo'sh. Ma'qul, xo'sh emsa adash. Mahallada qancha kun turasiz? O'g'illikka ma'musam bo'lmaydi. Kech chiqamsiz. Kechda chiqamasmanmikin? Hey, bu kimning mollari? Astag'firullah. Atla, qo'ylar haqning ko'ktatliga kirib ketibdi, xo'sh. Hamsi at ko'rchayli. Bu bag'ras o'yin qibla. Bu o'sma o'g'irlari. Asta. Gulchiman qilsan. Ajab chiroyli qo'yib ketibsan, ha? Ko'zning yig'ini yegidek. Qo'limni qo'yib eting. Ajab payzi qo'g'ing'i. Kimning qo'g'illig'ida pishibdi? Kim tergan bu shunikida? Akla men bir tetib baqay. Akla? Manga nesib bo'lmagan har qanday narsani oqibati mana mushunday bo'ladi. Bir xo'sh xabarni anglayman-ku Tojigul. Ilohim shundoq bo'p qolsa-ku, bizgimi? Nima xo'sh xabar ekan u? Voy, bizning Savut axuning deyishicha, Ahmad sekretar yezig o'samish. Savut Sunjang bu gapni nerdan anglabdi? Voy, Wang Shujining birsik deyotgan gapini chala bul anglab qopti desizlar. Qaysi amalga qo'ymoqchi ekan? Voy, yezig Pushuji demdi, Pushangjang demdi, ish qilib bir ko'tasina u pusini. Bizning Ahmad Axunchu birinchi qo'l amalni bersa boradi, bo'lmasa hargiz bormaydi. Voy, Hasanjon, mushunda qilib darvozani oxir sundirib bo'ladigan bo'ldim. Ma'u vet sat xotin o'ylimizga nerdan paydo bo'ldi? Hey, bundaq adabsizlikni nerdan o'rganding? Bu odam bo'lmaydigan. Men odam bo'lmabdiman-mi yoki bu xotinmi? Qaysi boshliqning uyiga kirsa, shuning xotinning g'alchiligini qilib, topinni yalab yurgan. Uyga yo'latma bu dallini. Og'zingni jum deyman. Sening mush xotindan boshqa orlashadigan odaming yo'qmi? Sen kim? Bu xotin kim? Voy balam, o'zi kiribdi. Kechgisdan ishtirib chiqarivatgili bo'lamdi. Meni desang-ku, azaldan xo'sham yo'q bu vatvat xotin bilan. Qo'shiq tushib kep qilmagansan? Yo'q. Qandaq deysan? Matniyat Sanjang nimishqa mollaqat deb bilamsan? Mush sat xotin ularning uyiga kundi berib olib, xotinning ishonchiga erishibdi ekan. U ahmaq xotin Matniyat Sanjangning ba'zi bir maxfiy ishlarini oshkorlab qo'ygan chig'i. Bu sat xotin u gapni Uddul Wang Shujiga olib pash qilib qo'yibdi. Ya Allah, nejiskan-ku bu xotin. Endi uni hargizmi bo'sag'am yo'latmasman. Qani bu kampda e'lonlar. Akila men ular meniki sotib oldim-ku. Akila men orolni nechun oldi. Ma'unondan e'lonlar. Bo'ldi. Matrab o'tinglar. Qopsha. Bu insofsizlar.
Akanglar toy tökкен oyun tamaşadın kelmedi. Ah haşadın geldi. Mingşe. Çıkıp oynayacağım ha. Çıkışa. Balam, herip içip kelgeni bir piyal çay içkine. Silimi dastıxanға yaqinroq kelsizlar. Ertadan kechgacha xam tamakin chekib yetavermay, choy ichmamlar. Ha. Choy ichsizlar. Aşağı tügüdümü? O'zimizniki tugagandi. Yana ikki odamnikini setib oldim. Setib olding? Nima qilasan unda japa tatib? Japa tatmasam, holimiz mush tursa dada. Uyimizdan bo'ron uchib turgan. Ukunlarim bo'lsa yerim yalang'och. Desam unimaysa, qo'lingda bir chiroyli o'yinram bo'lgan ekan, bekoyatmasam bo'ladi. Bekoyatma deysan. Hunar qilishqa dasmiy bo'lsa bo'ladi. Hozirmi kunimiz yomon emas-ku, hukumat qutqizyapti. İşimiz tugab ketsa osh beryapti. Kiyimimiz yirtilsa kiyim beryapti. Nimadan g'am qilamiz? Hey, dehqondek gap qiladi dada. Hukumatning bizni yo'lishidagi maqsadi nomurodlikdan qutuldirib, besh yo'liga boshlash. Lekin sen ujum pesh, og'zimga tush deb bekatalat qilib yetib olsang, hukumat sendek yo'ltamni yo'lab bo'lmaydi. Hukumat yo'lab bulanmag'dek nima ish qiptimi? Har qaysingni beqib cho'ng qilib, endi yo'ltam bo'lib qoldimmi? Endi hukumat qishda bergan yangi oyoqni nima setib etib, yana ko'na oyog'ini kiyib olsa, nima deb ava yetib bergan guruchni tamoqiq tegishsa, hadislar ballaringni pesh qilsa, bola deganni tep qo'yishli hisobma. Qara bu ballaringga, kimning ballari mushundaq yerim yalang'och. Bu bechoralar yo qo'siq to'yg'idek tamoqqa, yo uchsi illig'idek kiyimga erishamasa, yo maktabda o'qiyamasa. Canım balam, sen qachongacha mushundaq o'ynab kulib yuraverasan? Yeshing 25dan oshdi jumo. Amsi nima qildiysan? Ya biz topqanға unumaysan. Birsini satdaysan, birsini oyog'i suyuq deysan, birsini yalang to'shning qizi deysan, ya o'zing birasini topmaysan. Endi o'zim topsam-chi? Voy, canım balam, birasini topqan o'xshamamsan. Topqan bo'lsang, deginingni ep beramiz. Qani degina, qaysi parizatni topding? Gulchima qanaqaroq? Gulchiman? Qaysi gulchiman u? Eliqi yuqoqi mahalladagi Hoshim Xalvobning qizi-chi? Voy, liqqi. Hoshim Razganing qizini damsan? Razga bo'lsa dadasi Razga, dadasini olmayman, men qizini olaman. Ras. Qaltis chiroyli qiz bo'pti-kan demagan bilan. Qog'ining o'sidan bulbul chiqdi degan shu-da. Apa, menga unmasmi-ya? Nima? Tex putishmaganmidinglar? Yo'q-ay. Xotirjam bo'l. Sana unumaslikqa haddimi uning? Sen degan kim? Ahmad sekretarning a'tivoliq yolg'iz o'g'li. Biz sening mushu gapingni kutib atqili necha yil bo'ldi. Heligo bir yolg'iz gulchimankan, osmondagi oy, dunyoni yo'rtayotgan quyosh bosimi ep beramiz. Sening nazaring tushdimi? Bo'ldi. Baxti kapta o qalandarning. Amsa to'yni qachon qilamiz? Oldirmay tur. Kashda dadang kelsin maslahatlashib, vaqtini bekitamiz. Tinchlikmi o'ching ana, birasini saqlamla. Ahmad Shoji bilan ko'rishmoqchidim qizim. Majlis qachonroq tuga? Ha? Az qoldi. Bir ishlar bormidi? Voy qizim, mening ho'ylamda ota-bobomdan qolgan yo'g'on bir tup yangoq tarixim bor edi. Begim gapdi bu xotin. Hocam Odamni beshini balam, ag'irtib. Ahmad Shoji qachonroq chiqa? Ha, mana men chiqdim. Nima gaplar bor edi? Ahmad Shoji. Tursa. Gaplar bo'lsa tezroq deslar.
Hoylamda ata boğamdan kalan yoğan bir tüp yanak derhim var idi. Ah, kögen. Her jili şu yanaktan kıyqıvagan on neç çarah yanakını setip turmuşumni qamlaytdim şuji. Bilemen. Gapning bir poskallısın dizla. Zade nime gap edi? Aldıratmasla hocam balam. Men qeyriganda gepimden ezip getimen. Şu yanakni Ah, yanaqlarga nim bo'ldi? to'xtatgan simga taqashdi deb kentdan majbur kestirib etdi. Kentimizga to'xtatish nihoyatda yaxshi ish. Uni qo'llamasa bo'lmaydi, obdan ana. Qo'llayman shuji. Ming murattam qo'llayman. Lekin yanaqning ziyinini to'lab berishmisli bo'lmaydi. Ma gapni. To'ksimiga taqashgan yanaqni kesib atganimizga pul to'laydiganmizmi? Nadimi shundaq gap ekan? Orman qonunida shundaq gaplar bormi shuji? Orman qonunidigo shundaq gaplar bor. Biroq ana, to'ksimi tatimiz deb kesib etilgan shunchajik daraxtning qaysi birini to'lab bo'lamiz? Ah, bo'ldi qilavaslar, obda ana, bo'ldi qilavaslar. Meni qayerda bo'za qilsanglar bo'lmaydi. Yanqimni to'lab beringlar shuji. Qaramamsiz bu xotinning qushliqini. Yanıq kesilsa, kentga to'ksimi tatimiz deb kesildi. Kentning manfaatini o'ylamay, faqat o'zining bir tub yanqi bilan qapta bu xotin. Deminsa Nisaxon anning talebi o'rinliq Ahmad Shoji. Biz kentga to'xtatdik debla fuqarolarning qonuniy manfaatini ziyon uchratsak bo'lmasmikan? Nima? Nima da'vatsiz hukam? Orman qonunining aloqador belgilamalariga asosan darx kesilib ketganlarga muvofiq haq bersak-mikan demoqchi. Haq? Kentning puli bo'lmasa, shuncha bola pulni nadin chiqirmas? Pul yo'q debla qonunni ijro qilmasak bo'lmaydi Ahmad Shoji. Bu haqni bartaraf qilishning muvofiq usullarimi bor? Darx kesilib ketganlarga kent egdorchiligidagi daraxtlarni hisoblab bersakmi, ular o'xshashli rozi bo'laverdi emasmi? Bu chora bo'ladi ekan. Qaraganda sizni muavin sekretarlikqa ko'rsatganim xato bo'lmabdi ekan, Jumo Erkinjon. Aqlingiz bor. Yana bir ishim bor edi Ahmad Shoji. Men sizlarga ayrim deydab turatdim. Da. Ko'ngillari kammisun Ahmad Shoji. Bugungi yig'inda o'rinlashtirgan ba'zi o'rinlashtirishlari toza muvofiq bo'lmadi. Biz nima deb kentimizning namrat holatini yuqori rahbarlikdan yo'shiramiz. Ularni kutib olamiz deb aslida yilik qurib ketgan oshi dehonlarga bir muncha seliqlarni soldik. Ularga ichimiz og'rimadi. Ularga yar yo'lak bo'lishning o'rniga aksicha To'xtang. Siz muavin sekretar bo'lib yuribla o'zingizni kim chaqlab qoldingiz? Endi menga aql ko'rsatkidak, mening ishlarimdan qusur chiqarg'idak bo'lib ketdingizmi? Ha? Men undaq demoqchi emas Ahmad Shoji. Biz ish qilganda yuqorni oldimisak, tuvanni bosmasak, xizmat pok, odil, diyonatlik bo'lsak demoqchi. Ha, yaxshi gap bo'ldi. Fikringiz bo'lsa, bahsingiz bo'ladi. Lekin bugun Yachekining chiqargan qarorini qat'iy ijro qilamiz. O'kirmamsiz? Xo'sh. Aras. Siz yeliqi kentning oyig'idagi bo'zya o'zlashtirish ishiga mas'ul bo'lgan emasmidingiz? U ishni chin tutingchimi? Ma'qul. Kesh qaldiligu. Ha. Qo'ya. Hasanjon ko'rinmaydi-ku. Kelgandi, tamog'ini yeb chiqib ketdi. Ya Allah, qachonmi tugay bu bolaning o'yini? Endi tugaydigan o'xshaydi. Bo'lakchilik gapni qiladi-ku. Ha? Nima deydi? Gulchimanni yoqtirib qapti. Gulchimanga o'ylanaman deydi. Gulchiman? Kim o Gulchiman degan?
Aşağı kaçamağınız siz. Ögüllikке mağmısan bolmaydı. Vay Xudayım nimancha aldırap. Setivaga aşağı tek tügümedi. Hem de östengi taşıyat kızımız. Nima qilattınız Nur Mehmet? Özünüzni japaga shunchalik urib, xuddi bu dunyoning japalari yetmagandek. Amal qancha. Muhtajlık yamanka gülçümen. Aşağı japalık boğanı bilen puli xeli yaman emas. Ötken siz degen toңызgo. Azırak pul gamlap alsak. Toyumuzni qilib bo'lgandan keyin gilamchilik korxonasi qurayli deb. Şoňa tirishib pul tepip o'taman. Aras, baya anam sizni meni ko'rgan ko'zdi ko'rsin deb bu aqtanga uzukni avatuvdi. Keling, o'zim sap qo'yay. Bu üzükdən momamның birisi var idi. Ata babamızdan qalğanda bizni tutqulama qoymaydigan. Ananızның ko'zi qıyıb əvətdi. Rahmat. Keyin kelin bo'lganda xizmatini yaxshi qilib javob qaytaraman. Qo'llaringiz o'tunda qaytib ketibdi Nur Mehmet. Turibli kallamga shunda qo'rqinchli bir xiyol kirib oldi. Ata-onangiz sizni menga bermaymi qo'yami? Bir Agar bermay qolsa, ipli qochamini. odamni qo'rqitma. Xudoyim onangizdan ko'nglik insof beray. Xotirjam bo'ling Nur Mehmet. Men mangu sizni. Avu Hasan Joda degan shu. Tanıdыңызmı? To'nidim. Onun qo'lidan har balo keladi jumu. Qanaq deysiz? Hey, to'xtanglar. Qanday chashqininglar bu? Suni taksi, qilin chachimiz. Ya'ni qilin chashdik deb yo'lni patqoq qilib o'tishga bo'lmaydi. Agar boshqalarning mashinasiga patqoq chachirib ketadigan bo'lsa, har qaysinglar jirmani to'laysizlar. Ya'ni shuni deb qo'yayki, uloqlarni, harularni cho'ng yo'l bilan haydab menishga bo'lmaydi. Ot uloqlar, harular, av itiz bilan mansun. Anladinglarmi? Ya Allah, kentga yana tekshiruvchilar keladigan o'xshamamdi. Anlasam boshliqlar kelarmish. Hajabmi zerikdim bu tekshiruvchilardan. Ular kasili bizga zulm. 3 kun burun yo'lga suv chashtirayotgan, tex yeng kim kiysan deyotgan. Voy, qirning yeniga ko'ktat tergan edim, qarsılar. Shunimi yuldirib etdi. Biz dehqon bo'lgandan keyin ko'ktat tersak nim bo'pti amdi. Mush ish to'g'riliqchi. Erkin Shuji bilan Ahmad Shuji qattiq deyishib qopti deslar. Men shundoq angladim qarsılar. Ko'mamdigan bu ishni.
Voy, to'xtang. Siz nemishqa bu o'g'itni yo'lning so'l tarafiga dövlab qo'ysiz? Kent boshlig'i, texi tunögülüsini sol tarafga dövlanla dedilig'i. O hesap emas. Tünügün boshliqlar asli ma yo'l bilan kelmoqchi edi. Bugun ma yo'l bilan keldigan bo'lib qoldi. Mashina ma yo'li bilan kelsa, boshliqlar mashinaning o'ng tarafida o'ltirdi. Siz bu o'g'itni yo'lning so'l tarafiga dövlab qo'ysangiz, boshliqlar uni qanday ko'rdi? Darhol o'ng tarafga o'tgan. Mao qag'allig'im aytib qo'ying. Darhol Mao tarafga o'tsin. Esta, nima degan avorchilik bu? Haras. Hey! O'tgan hafta qo'ygan jarimonini nimishqa to'lamaysiz? To'lamasga nima dedingiz? To'lay desam, hech bir sata-sotqulig'im qolmadi. Shunga beshim ketib. Men aytib qo'yay. 10 kun ichida to'lasangiz to'lang. Agar to'lamasangiz, yerni, uyni bekalang. Ne kelsangiz keting. Kent boshlig'i, undaq demisizlar. O'z makonimizni tashlab, nagimi ketimiz? Ne kelsangiz ketmamsiz. Bo'ldi uka. Mush yerda tushib qola. Uyga kirib, choy-poy ichib olmamsiz. Rahmat, bo'ldi xo'sh. Ma'qul, rahmat. Apa, dadam qaytib ketdi. Keldinglarmi? Voy, gilamni qaytirib kelibsizlar-ku. Pulog'i chiqmadi. Muzdek soğuk suyunlar yok mu? Ha, mana. Bazani cagilemle kaplap ketipti. Tova, bu adamlar korup kaldı mı neme? Hammasi gelemning jajingini ayırmay aziniga yuguraydi. Bo'pti. Bu hafta sotamizsaq, kelar hafta setib qolamiz. Qanday qilamiz? Gulchiman, qozon qaynadimi? Ha, qaynadi. Dadisi, Gulchimanga elchi kepti. Nerede? Ahmad sekretarning uyidan. Ha? Oy, biz qandaq bo'p ularning esi kep qopdiq. Shuni danglar. Nim dedinglar? Dadisi kelsin. Maslahatlashib javob berayli desam, unamdigan. Uni desam buni deb, buni desam uni deb taraf-tarafdan qistab, noiloj ma'qul dedim. Sizlarchi bo'ptimi? Ma'qul deb javob berib bo'ptimi deysiz-ku? Astagfirullah. Bo'ptamdi. Onunğa biz ma'qul demisak, Ahmad sekretarga tankilalaydiqmi? Lekin uning oshi o'g'li qip-qizil lukcha ko'rindi menga. Mening ma'qul deganimning sababimi shu. Yo'q, dapli qo'ysak, bizni putlab yiqitqan. Ya yurtni tashlab, ko'chib ketgili bo'lmasa. Gulchiman xabar topdimi? Yo'q, texi. Har holda uni xabarlantirib qo'yinglar. Gilamni maya qo'yinglar. Hashim aka turib turing. Muhim ish chiqib qoldi. Mayaq keling, ha? Mavo mundaq gap. Sizga bir muhim siyosiy vazifa chiqib qoldi. Ata yo o'ginning ichida yo'qirdan boshliqlar kelib, bizning kantimizda tekshirish ib bor ekan. Dehqonlarning uylariga kiradi ekan. Siz kent bo'yicha oliq saviyaga yetgan oila emasmi? Shunga Ahmad Shojining yo'l yo'rig'i bo'yicha
kelgan mehmonlarni, boshliqlarni sizning uyingizga boshlashni qaror qildik. Ay, ukam, undaq bo'lsa bu gilamlarni nima ishqa keldinglar? Voy, o'ylarimga sanmamsiz. Yana tek qo'y kallarni akilib bermas sizga. Ana, keldi. Endi yana deydigan mo'yin bir gap bor. Rahbarlarning oldida vag'o, xalaymaqan gap qilishga ruxsat yo'q. Kadrlarimizning to'g'ri yetaklashi bilan mushundaq beyib ketdim. Siyosatdan rozi. Hech qanday fikrim yo'q deysiz, angladingizmi? Ay, ukam, mush yolg'onchiligimiz keyin chenib qolsa, Qo'ying bundaq gapni. Men dedim-ku, bu muhim siyosiy vazifa deb. Buningga chaqchaq qilmaydi jumon. to xudoyi, maoshni ko'ring. Ma'qul, Xudoyimga amanat. Ma'qulamsa. Xudoyimga omonat bola. Assalomu alaykum. Qandaq ahvolinglar? Alaykum assalom. Qandaq ahvollari? Hoshim Qandaqroq tekshiribdimi? ahvolinglar? Oldirashqo, to'y tayyorligi o'xshamamdi. Nadik to'y o'latdi, olvon seliq bo'lmamdi. Yana nim olvansalik. Mahkilanglar, o'ltirib paranglaşayli. Qani, yuqori qo'tinglar. Mushundaq ish qaranglar adash. Rahbarlarni aldaydigan qip-qizil yolg'onchilik bu. Burun boshliqlar kelsa, ko'nglimizdagini deyalaytoq. Mungdishalaytoq. Hala bugungi kuniga kelganda boshliqlarni aldaydigan, yolg'on gap qiladigan bo'lib qoldik. Fazla xunadash. Sizlar kentimizdagi pishqadam partiya a'zosi, pishqadam shujimiz. Dapiqinglar, bu jon qanday xo'p ketdi? Hoshim axon, istil buzilib ketdi. Bir qism rahbariy kadrlar chiriklashib, partiyamizning esil an'anasini cho'rivatdi. Ularning qiladigini nima? Yuqorni aldash, tovanni besish. Demakchi bo'g'nom. Fazlaxon. Ashu yuqoridan kelgan boshliqlarmi o'zangidan tushishni o'rgansa bo'ladi. Kimning uyiga boshlasa shuningkiga bormay, o'zlari xohlagan yerga borsa, o'zi xohlagan odam bilan mungdassa, ondan keyin haqiqiy ahvolni tushunadi emasmi? Voy Hoshim axon, ularning shundoq qilgisi yo'q damsizlar. Ular kelsa, bular qori chumilidek o'lishib olsa, ular nega berishni, kim bilan ko'rishni bilinmayli qoladi-da. Rost deysizlar. Endi hashasi etibamay o'zingiznikini tugitib qaytib keling bo'lamdi. Anam bilan maslahatlashdik. Mush hafta ichida Osim mollamni uyingizga elchilikka kirgizdigan bo'ldi. Anam to'yni tezroq qilib o'tayli. Asha chepib topgan pulan yetmasa, qo'yni setib, yetmay qolsa, urug' tuqqanlardan qarz olamiz deydi. Bu to'yni deb uyingizdagilarni yo'qdan ayramdiq, bani ishlatib qolamiz. Ilohim, digningiz kelsin. Aşağı bardagan traktor meni saqlab qoldi. Men mangay. Ma va Hasanni atdiganda nashti qilgan deyasiz. Rahmat. Bir apada dutta chep naqshim aytib bermidingiz a? Bu da kelganda. Xo'sh. Aman bo'ling. Xo'sh. Xudoyimga amonat. Xo'sh. Yo'q, opa, men u haraqkashlik chekish. Qarab gap qil qizim. U haqning qulig'iga yetib qolmasin yana. Kim biladi? Ati o'gin to'yinglardan keyin o'mishilib ketamdi texi. Tegmayman dedim, tegmayman. Ya Allah qizim, nimada g'araz uqmaydigansan? Bizning bu kentda kim Ahmad sekretarning gapini jiralagan? Bu to'yni qilmasak, yurtni tashlab boshqa joyga ko'chib ketsak bo'ladi.
Ahmet sekretar, Tacixon Bodek deganlar kim? Bilemsen? Apa, qarab turib meni o'tqa tashlamsizlar? Qizinglarning baxtiga o'ltiramsizlar? Yaxtayli desek, ular bizni xonavayron qilib etidi. Bu dardimizni kimga aytdimiz? Kimga shixlaymiz? Ağçevay, ağ bilbadiyem, ağ bilbadiyem, ayağçevay, uçan bilen vay, vay kat mı kat, vay Betnam kütedim, vay mikroban, vay sen yar bilen dert elmin yaman, vay derdin yaman, vay derşim, vay andin yaman. Shuji, chataq bo'ldi. Biz fursatni qo'ldan berib qo'yibdik. Nima ish bo'ldi? Yuqoridan keladiganlarni biz bu yerda kutib o'ltiribdik. Ammo ular kelib udul etizlik ketibdi emasmi Shuji? Asta! Hey, tez bo'ling, biz yetishaylik. Ular tekshirishni oxirlashtirib, allaqachon ketib bo'pti. Dehqonlarning uyiga qo'y kirmagan-da. Kiribdi. Hey, bu qachon yiliqi erkin deganning qilgan ishi. Shu. To'xta. Mavgulni xato soldingiz. Xili chevar edingiz Gulchiman. Bugun nima bo'ldingiz? Xafa bo'lmasizlar. Men hozirla chuvib o'ngshay. Hey, nima bo'ldi? Mijozing yo'qmi nima? Ota-onam meni әйгі berdigan o'xshaydi. Kimga? Buni o'ylasamla butun badanimni qo'rqinish besib ketyapti. Ota-onasi kimkan? Yiliqi Ahmet sekretarning. Nima? Sen osh Hasan jo'dag'i beramdikan? Ota-onam ilojsizlikdan qo'shilgan o'xshaydi. Buni o'ylasamla o'lvag'im keladi. Undaq gapni qilma. Jiningni sep beramdim u aroq kashga. To'y vaqtini bekitibdimi? Gapning urani qaraganda patiqinni qiladigan o'xshaydi. Menda qilamsan-ya. Nurmamat ishqinlar qechib ketinglar bo'lmasa, o chaqda ota-onangni tanlashlikdan biraqli qutuladi. Shundaqmi o'yladim, lekin Nurmamat g'ashada tursa, biror amalini qilib xabar yetkazgil bo'lmasmi? Shuji. Mushu rahbarlarimizni kutib olamiz deb bir muncha narsalarni yig'ib tikanmiz. Ular buzilg'ili turibdi. Qanday qilamiz? Hey, qo'yni egisiga qaytirib yutinglar.
Qolgan bir nimalarni? Shuji, atdiganda qo'yning bo'yniga og'amchi yugilib qilib, o'lib qolg'ili tasli qapti ekan. Men bo'g'izli yutanglar degan edim. Undaqda kent kadrlarini kashti yig'ib, ularga bir harduqcha qilib yutinglar, ha? Bo'ladi Shuji, bo'ladi. Ma'qul, ma'qul. Atdiganlik chiyingiz nima ishmidingiz bola? Ko'nglingiz nimaga tatidi? Hech nimaga. Bizga mana amal bolam. Taqdirga tanbamay amalimiz yo'q. Bo'lmasa qarab turib sizni o'tqa ishtiramdik. Bo'ldi apa, gaplaringizni faqat anlig'im yo'q. Sizlar o'zinglarning xotirjamlik uchun meni qurbonlikqa atab qo'ydinglar. Mening o'lib tirilishim bilan qaringlar bo'lmadi. Tinchlikmi xasiyat qildi. Tinchlikmi qizim? Gulchimanning tavi yo'qkan deb anglab yo'qlab kelib edim. Obdan qipsiz. Qani uy kiring. Rahmat. Zuhra, jin Bo'ldi, o'rnidan o'rnidan turma adash. Mijozing qanaqaraq? Yomon emas. Nurmamatga xabar bera oladingmi? Kimdan xabar beraman deysan adash? Unda qishdi. Tushdan keyin dadam hasharga mangmoqchi edi. Shung oldinga yuguribli kelishim, bir poch xat yozibdi. Nima deysan? Qog'oz qalam ovuyda o'xshaydi. Men og'ash keldim. Mana adash, tez bo'l. Qizim Zuhra, chopinimdan chiqib bergin. Ma'qul dada. Ma xatni Yiliq Nurmamatga berib qo'ygan bo'lsangiz. Nima xatgan bu? Gilamchilik korxonasidan yenib kelyapsam, Nurmamatning apisi berib qo'ydi. Qarg'anda dadasining kesili eg'ir o'xshaydi. Ma'qul. Amisa ho'yla aramlarga obdanroq qarag'in. Men ketdim. Xudoga omonat. Ma'qul dada.
Ha. 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 Oy! Oy. Oy, bu Osman ağam kamqa. Doktorga apıraylı. Tez bulaylı. Kelinglar, tez götüreyli. Bo'linglar. Bulaylı. Ha rost. Ata Ahmad Shujining o'g'lining to'yi bo'ladi ekan. Berib qarishibmi beramidiq-da. Qarshi bersa qo bo'ladi. O'zi o'rlashtirgan hasha bo'lgandan keyin ko'ngil ortibmi yurmas. Ha rost, kimni kelin qildi ekan? Hoshim Xalvobning qizi Gulchimanni. Ha, iliq Hoshim Xalvobning qizi Gulchiman nima? Ahmad sekretarga kelin bo'lib, baxti ejilibdi o qizning. Ha, tezroq bo'linglar, tezroq. Qadirka. Qadirka, men ruxsat bersangiz uyga bir berib kelsam bo'pti-ku. Qaysi kuni berib kelding-a? Seni xeli ishchan desam, ajab bo'shab ketding-a? O'zingiz bilasiz, dadamning mijozi yo'q. Dadang balani jiq topaman deb baldin ketganligini? Chaqchaq qilmang Qadirka. Dadamga bir ish bo'lib qolgan o'xshaydi. Tez kelsin debdi. Kim ko'tirib kelgan gap bu? Non to'shaydiganlar bir parcha xato g'ash kepti-ku. Qani o xat? U endi Qadirka Yalg'onchiligini buni. Mana, ishini qila. keyin sen ayrim yo'qlab kelaman dedi. Bo'ldi adash, yig'lama.
Ey